Farzandingiz yozgi oromgohga tayyormi? Farzandingiz yozgi oromgohga ketadigan bo'lsa, siz uchun foydali tavsiyalarim bor. Oromgoh bu nafaqat maroqli dam olish, balki bolaning mustaqil hayotga ilk qadami ham hisoblanadi. Birinchidan, narsalarni yig'ishda chalkashib ketmaslik uchun oldindan ro'yxat tuzing. Kiyim-kechaklardan boshlasak, haroratga mos kundalik kiyimlar, sport kiyimi, bayramona libos, ichki kiyimlar va albatta bosh kiyim, panama yoki kepka bo'lishi kerak. Quyosh kuchli bo'lishi mumkin. Oyoq kiyimlar sport uchun, kunlik yurish uchun bir juft rezina shippak, hovuz bo'lsa albatta suv uchun maxsus kiyimlar ham qo'shing. Shaxsiy gigiyena vositalarini ham unutmang. Tish pastasi, cho'tka, sovun, shampun, sochiqlar va ho'l va quruq salfetkalar. Qiz bolalar uchun maxsus gigiyena vositalari ham albatta kerak bo'ladi. Endi eng muhim jihatlardan biri sog'lik. Agar farzandingizda allergiya, astma yoki boshqa surunkali kasalliklar bo'lsa, bu haqida oromgoh ma'muriyatini oldindan ogohlantiring. Dori-darmonlarni vrach yozuvi bilan birga berib yuboring. Bu bolangiz xavfsizligi uchun juda muhim. Yana bir narsa, qimmatbaho buyumlarni uyda qoldiring. Telefon, planshet yoki tilla taqinchoqlar bolangizga faqat chalg'ituvchi omil bo'ladi. Eng yomoni, ular yo'qolishi yoki buzilishi mumkin. Va albatta bolaning ruhiy tayyorgarligini unutmang. Ayniqsa birinchi marta ketayotgan bo'lsa, u bilan ochiq suhbatlashing. Oromgohda nimalar kutayotganini tushuntiring. Yangi do'stlar, o'yinlar, qiziqarli mashg'ulotlar. Farzandingizga o'z narsalariga qanday g'amxo'rlik qilishini va mustaqil bo'lishni o'rgating. Yuborishdan oldin quyidagi hujjatlarni tayyorlang. Bolangizning tug'ilganlik guvohnomasi nusxasi, ota-onadan birining pasporti va maktabdan beriladigan emlanganlik haqida ma'lumotnoma. Ayniqsa ko'k yo'tal va qizamiqqa qarshi emlashlar ko'rsatilgan bo'lishi shart. Shuni unutmang, bolangiz uchun oromgoh nafaqat dam olish, balki hayotiy tajriba maktabi hamdir. Sizning tayyorgarligingiz orqali u o'zini xotirjam, quvonchli va xavfsiz his qiladi.